xolesterin olib chiqib ketadi, yaxshisi qoladi. 200 xil действияsi bor. Boshingizdan oyog'ingiz uchigacha tozalaydi. Miya qon tomirlaringizni tozalaydi, xolesterindan, musordan, toksindan, shlaklardan, любой qatingizda bosh og'riyotgan bo'lsa, taqib bosadi. Og'riq bosuvchi narsalardan bitta. Chunki sizni ichingizdagi zahar olib chiqib ketayotgandan keyin toksin chiqqandan keyin oraliq sekin ketishni boshlaydi ekan. Buni giyoh ichida 5 xil giyohlari bor. Ginastema пятилистная, горец бор, лотос, кассия и зеленый чай высшего сорта. 6 xil зеленый китайский хороший высший сорт, который очень дорого стоит. Endi qora choy ko'pchiliklarni tashladik, umuman ichmayman. Umuman ichadiganim mana shu choy juda ham yaxshi ko'raman. Suv ichaman ertalabdan 1 litr, 1 litr choyni ichaman, 2 litr ichishimizda shart. Buni bilib olishingiz kerak. Bizlar o'zbek suv ichishga o'rganmagan. Nima qiladi? Lishra tualetga borgisi kelmaydi, qish ko'payapti hozir. Yoki ichkim, просто suv ichkim kelmaydi. Suv ichmasangiz pochka qurib qoladi, bilib qo'yinglar. Pochka nimaga Alloh berib qo'ydi pochkani ishlash uchun? Suv ichsangiz ishlab mana yoqda filtr qilib ochib ketadi zaharini. Yuvib chiqib ketish kerak u. Ichimizda ko'rmaymiz nima bo'layotganini. Choy, jirknoy давление, migren, zo'r bosadi. Bolalarga mumkin, homiladorlarga mumkin, hammaga mumkin. Yosh qarilarga berish mumkin. Yana bitta zo'r xususiyat bor, oshqozon osti bezini yuvadi, sahar tushishni boshlaydi. Уровень глюкозы снижается в крови. Qand miqdori kamayishni boshlaydi. Sezasiz, yengil bo'lasiz, sразу yengillashasiz. O'sha oshqozon osti bezini yuvadi, jigarni yaxshilab yuvadi, gepatoz, gepatit, sirrozni mana shu yuvish kerak. Kapelnitsa, mana shu gemodez, leopard, sarbelat, ana sizga disol, atsisol, mana shu dorilarning zaminasi.